Aslida qanday adabiyotlarga, qanday asarlarga talab kuchliroq? Sizdan qanday adabiyotlar haqida ko'proq ma'lumotlar olgisi keladi ular yoki siz ularga qanday yangi asarlarni tavsiya qilyapsiz? Assalomu alaykum avvalambor, studiyaga taklif qilganingiz uchun rahmat. Bizda asosan badiiy adabiyotga ko'proq qiziqishlar bor o'quvchilarimizda. Hozir milliy sertifikatga tayyorgarlik ko'rganligi uchun asosan yoshlarimiz ko'proq badiiy adabiyotlarni o'qish bilan band. Ko'proq badiiy adabiyotlar. Badiiy adabiyotlar. Fondning necha foizi badiiy adabiyotlar hozir? 80 mingdan oshiq fondimiz bo'lsa, shundan 60 mingdan ziyodi badiiy adabiyotlardan tashkil topgan. Juda ham ajoyib. Bugun mana siz 18 yildan beri kutubxonada umuman mana shu faoliyat bilan band ekansiz. Bugun yoshlarimiz kutubxonalarga tez-tez kelishyaptimi? Ya'ni o'zgaryaptimi ularning oqimi? Chunki mana ko'proq kitob o'qinglar deyilyapti. Prezidentimiz yoshlarning ta'lim olishiga alohida e'tibor qaratyaptilar. Tabiiyki natijasi sezilyapti. Demak, kutubxonalarda ham yoshlarimiz soni ko'payib borayotgandir. Farg'ona viloyati Furqat tumani misolida aytib bersangiz. Albatta, biz ham shu Furqat tumanimizda kutubxonamizda shu o'quv zali bo'limimiz borda. O'sha yerda asosan kitobxonlar klubini tashkil etganmiz. U yerda iqtidorli ijodkor bolalar bilan shug'ullanamiz. O'shalardan biri mana Izzatbek 6 yoshidan beri bizning kutubxonamizga qatnaydi. O'zining kitoblari bilan mana she'r yozadi, she'rlari bilan shu tumanimizga taniqli bo'lib kelyapti. Kitobxon bolalar ko'paydi. Ko'p. Asosan ko'p. Chunki hozir rosa ham haqiqatan yoshlarga berilyapti imkoniyatlar. O'shandan unumli foydalanyapti. Akt bo'limimiz borda, shu kutubxonamizda. O'sha yerda ham mana audio variantlarini topib beramiz. Keyin bolalarni o'zimiz aholi bilan nima deydi, kitobxonlikni targ'ib qilish uchun aholining yoniga borib, o'zimiz kitobxonlar targ'ibot qilyapmiz, o'zimiz kitob o'qib taqdimot qilyapmiz yoshlarga. Shunaqa qilib xizmat qilyapmiz. Juda ham ajoyib. Izzatbek bilan suhbatlashamiz.